Assalomu alaykum shofyor akalar. Shofyor akalar 5511 markadagi 1985-yil ishlab chiqarilgan KAMAZ mashinasi sotuvda. Shofyor akalar, KAMAZimizni motorlari 1 yil oldin qilingan ekan. Salarkada mashina. Umuman motordan muammo yo'q deb aytishyapti. Korobkalari hech qaysi kursdan o'tmas ekan. Silindrlarda hech qanaqa muammo yo'q deb aytishdi. Akkumulyatorlari o'rtacha yaxshi holatda. Oldi balonlari gideta 80-90 atrofida, orqalari gideta 30% tishlari bor. Pokrishkalarini resorlarda hech qanaqa muammosi yo'q, komplekt, buksada muammo yo'q. Ramalari двойной ekan, aka. Ramalari umuman yorug' joyi yo'q ekan. Orqadan mana shu biqingacha qilingan двойной. Kuzovida ozgina ishi bor endi, unga ozgina mehr berib yuborish kerak akalar. Atak normalniy, orqalari tekislangan, shlakoblok, xomg'ish, pishkang'ishlarga mo'ljallangan. Aslovnoy o'zi karyerga uncha kirmas ekan, g'ish tashir ekan. O'rtadagi tilashkalari 8 tonnalik. Mana ko'rishingiz mumkin. Zadimoslarda hech qanaqa muammo yo'q deb aytishyapti egalari. Fara-mara, chaqa-chuqalarni qilib qo'ygan. Mashina salarkada 350 litrlik bak turibdi. Salonlari o'rtacha holatda. Narigi tomonlariga tapchanlar ham qilib qo'ygan. Ko'rishingiz mumkin. Radiatorlarni alyumin radiatordan qo'yib qo'ygan ekan, umuman qizishdan muammo yo'q ekan. Okalar, bu KAMAZimizni narxini 7000-8000 dan keladi. Sizlar uchun buni $6000 ga tushirib qo'ydik. Yana baribir sunnatiga tushib bergan joyi bo'ladi. Urushib talashib savdosini qilsanglar bo'ladi. Shofyor akalar, bu videoni barcha Gurzoy sohasida yuradigan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Video yoqqan bo'lsa like bosib, kommentariyada fikringizni qoldiringlar. Narx-navo bo'yicha ham kommentariyaga normal narx qo'yildi yoki qimmat, past degan so'zlaringiz bilan izohlar qilib qoldirib ketishlaringizni kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ishlarning holatlari ko'rinayotgan bo'lsa, salarkada 350 mandikimi shunaqa deyapti. 30 cm narashkiya dokumenti bor. Kuzovlariga keyin to'la vazni 18 tonna 920. Orqalari короче tekislangan, 124 KAMAZimga o'xshab, g'ishga mo'ljallangan, shlakobloklarga mo'ljallangan. Balonlari esa gideta 20-30% atrofida balonlari sal xafa bo'lib qolibdi. Dilitlari bor. O'zini vesi esa 8 tonna 770 ekan. Texpasportlarda hech qanaqa xatolik yo'q. 3 ta o'rindiqqa joyi bor, tapchan qilingan. Hozir reklama qilamiz. Kutib qo'yinglar. 1 soat, 1,5 soat orasida qo'yamiz.